Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga streptosit tabletkasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Streptosit mikrobga qarshi vosita, qo'llanilishi teri infeksiyalari, nafas yo'llari infeksiyalarida, lor organlari infeksiyasi, siydik ayru a'zolar infeksiyalarida profilaktika va davolash uchun qabul qilinadi. Anginada, saramasda, jarohatlangan infeksiyalarda qon ketganini to'xtatish uchun ezib sepiladi. Qo'llash usuli va dozasi ichga qabul qilinadi. Kattalarga 500 mg dozadan sutkasiga 2-3 marta, yosh bolalarga esa 300 mg dozadan kuniga 2 tadan qabul qilish mumkin. Nojo'ya ta'siri: bosh aylanishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, qusish, siyanoz, leykositlar soni kamayishi, dermatitda taxikardiya, miokardit kuzatilishi mumkin. Agar sizda preparatga yuqori allergik reaksiya bo'lsa, qon kasalliklarida, buyrak va jigar yetishmovchiligi bo'lsa, tireotoksikozda, anemiyada, homiladorlik va emizish davrida 6 yoshdan kichik bolalarda qo'llab bo'lmaydi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang.